Sırtlarda yaqtırıp yeydigan çay tuxumini uyingizda qilishni o'rganib oling. Çay tuxumiga amroq do'stlarimiz bir raqamini, çay tuxumi bilan faqat xo'sham yo'q deydigan do'stlarimiz ikki raqamini besib beqinglar. Qanchalik do'stlarimiz amroqki birlikda ko'rib baqaylik. Bugun sizlarga cho'ng ustamlam deb bilmaydigan maxfiy reseptni bugun haqsiz deb keldim. Cho'qim yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izdegan topolmay qolsiz. Avval muvofiq miqdorda tuxumni pokiz yuvgandan keyin suvoq suv silib, taxminan bo'sh o'tda 7 minutdan 8 minut atrofida qaynatib pishirib olamiz. Tuxum pishgandan keyin tuxumning shaklini urib chiqib etamiz. Mushu nuqtaga bakroq diqqat qilinglar. Eng muhimi mushu shu. Bo'lmasa ketarlik dardarmonlarni ming silib bir kun pishasanglarmi, ta'mi ichiga singib kirmaydi. Uningdan keyin shangye yeni xushpuroq yupurmoqdan 2 tal, qurtilgan lazdan 4 tal, tetim suvdan 2 qo'shiq tam berdi, rangim suvdan 2 qo'shiq rang berdi. Uningdan keyin qarchaydan 2 qo'shiq atrofida silib etamiz. Uningdan keyin 15 xil maxfiy resept dardarmanni video yuziga chiqarib qo'ydim. Cho'qim rasmga tortib saqlab olishni unutib qolmang. Agar bularni tepishni avarchilik ko'rsangiz, cho'ng ustamning çay tuxum tetitqisidan 2 qo'shiq atrofida silvassanglar bo'ldi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bormush çay tuxumini bozornikidek o'xshitib chiqarsam bo'ldi degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar, ta'mi gap ketmaydi. Endi buningga bir qo'shiq tuz, tuxumchilashqidek suv qo'yib, 3 minut qaynatib, o'tini o'chirib etib, 2 soat dumlab iste'mol qilsak bo'ldi. Mushunga o'xshash yangilik darslardan 60 xil dars tayyorladim. Faqat 10 ko'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing.